Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel Amerika şirketlerini Uyg'urlarning qul emgakchilarga aylantirishiga qarshi o'rindan dast turishga chaqirdi. Nuri Turkel apandi New York vaqt gazetida Uyg'urlarning majburiy emgak silinish masalasi haqida maxsus maqola e'lon qilib, Xitoy hukumatining uzun yillardan beri majburiy emgakni rayonga qaratgan siyosatlarning muhim nuqtalarining bir qilib belgilaganligini, hali ham millionlagan Uyg'urlarning lagerga qamalish va majburiy qul emgak silinishdek reallikdan qochib qutulmayotganligini bayon qilgan. U Amerika Trump hukumati buningga qarshi turish uchun keskin tadbirlarni olgan bo'lsa-mu, biroq shirkatlarning buningda tadbir qo'llanish mas'uliyati borligini bildirgan. Nuri Turkel apandi Joe Biden hukumatining Uyg'urlarning majburiy emgak silinish masalasiga jiddiy qaraydiganligidan bishorat berganligini tilga olgan va maqolasi oxirida 2. Dunyo urushidan buyangi bir millatga sistemalik ziyonkashlik qilish yuz berayotgan hozirgidek halqaliq bir paytda Amerika shirkatlarining buningga qarshi o'rindan dast turishi eng to'g'ri tanlashdir degan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi qilmishlari va irqiy qirg'inchiligiga qarata yana bir inkos Yaponiyadan keldi. Yaponiya kabinetining bosh kotibi Kato chorshanba kuni Xitoyning o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatda erkinlik, kishilik huquq va qonun bilan idora qilish qatorliq universal qimmat qarashiga hurmat qilishning muhimligini bayon qilib mundaq dedi. Biz Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'lyapmiz. Kato yana Yaponiya bu masaladagi maydonni Beijingga aniq yetkazadi dedi. Amerika Davlat ishleri katibi Mike Pompeo seshanba kuni bayonot e'lon qilib, 2017-yil 3-oydan boshlab Xitoy Kommunist partiyasining hukmronligidagi Xitoy hokimiyati Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa diniy jamiyatlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik sodir qilgan deb e'lon qildi. Xitoyning Yunnan o'lkasidagi bir maktabning kirish eg'izida pichoq hujumi yuz berdi. Yunnan o'lkasi Kunming shaharlik jamoat xavfsizlik idorasining bayonotiga qaraganda, shaharning Wuhua bo'lgisi Huashan rayoni Yunnan pedagogika universitetiga qarashli bir o'rta maktabning kirish eg'izida pichoqli hujum yuz bergan. Hujumda bir odam hayotidan ayrilib, 5 o'quvchini o'z ichiga olgan 6 kishi yaralangan. Uchurga qaraganda 56 yoshli hujumchi Wang bir o'quvchini geliga pichoq tanlab go'ruga olgan va soqchilar tomonidan etib o'ldirilgan. Kishini hayron qoldirdigani shuki, terrorlikni bahona qilib yuz minglagan Uyg'urlarni lager va turmalarga qamagan Xitoy doiralari bu Xitoyning vahshiy jinoyatini terrorlik deb atamagan. Saudiya Arabiston Rossiyadan eshib 2020-yil Xitoyning eng chong neft bilan ta'minlaguvchisiga aylandi. Egilinishcha, dunyodagi eng chong neft eksport qiladigan Saudiya Arabiston 2020-yil Rossiyadan eshib Xitoyning eng chong neft bilan ta'minlaguvchisiga aylangan. Saudiya Arabiston 2020-yil Xitoyga kuniga o'tir hisob bilan 1,690,000 qonaltir, jami 84,920,000 tonna neft sotgan. O'xshash mezgilda birinchi bosqichlik savdo kelishimining ta'sirida Amerikaning Xitoyga qilgan neft eksporti 3 hissasidan eshib, kuniga 394,000 qonaltir, 19,960,000 tonnaga yetgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qurollarini cheklashdagi tunji xalqaro kelishim bo'lgan yadro qurollarini cheklash shartnomasining kuchga ega bo'lganligini e'lon qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibining bayonotchisi Stefan Dujarric yadro qurollarini cheklash shartnomasining juma kunidan boshlab yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi. Amerika, Rossiya va Xitoy qatorliq yadro energiyasiga ega davlatlarning qarshi turishiga qaramay, dunyoning har qaysi joylarida yadro qurollarini yo'qotish va yangi qurollarni cheklashni maqsad qilgan yadro qurollarini cheklash shartnomasi 2017-yil 7-iyul 193 a'zosi bor Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida 122 davlatning tasdiqlashi bilan ma'qullangan. Yadro qurollariga ega bo'lgan Amerika, Rossiya, Angliya, Xitoy, Fransiya, Hindiston, Pokiston, Shimoliy Koreya va Isroil bu kelishimga imzo qo'ymagan.